O'z murojaat TV. Shahboz Muqimov bundan bir necha yil oldin unga nisbatan kuch ishlatilganligi, natijada moddiy zarar ko'rganligi bo'yicha ko'plab tashkilotlarga murojaat qildi, ammo yechim topilmagach, Payariq tumani adliya bo'limiga yordam so'rab borgan. 2024-23-noyabrda Chelak markazida janjal bo'lgandi. Shu sababli murojaat qilmagan joyim qolmadi. Suddan bo'lib o'tdi, yarashuvim bo'lib o'tib ketdi. Meni moddiy zararlarim shu paytgacha qoplanmasdan kelinmoqda edi. Murojaat qilmagan joyim qolmadi. Payariq tuman adliya advokat bilan ta'minlashni so'radim, yordam berishligini. Sababi kam ta'minlanganlar reyestrda ro'yxat turaman. Shu sababli menga advokat 2 marotaba taqdim qilindi, yuridik yordam ko'rsatildi. Hamma moddiy zararlar bartaraf qilindi. Yangi joriy qilingan tizim bo'yicha adliya organlariga qarashli barcha davlat idoralari bir joyda tashkil qilingan bo'lib, bu esa aholiga bir qator qulayliklar yaratib bermoqda. Murojaatchilar masofadan turgan holda o'zlariga kerakli bo'lgan hujjatlarni olishlari mumkin bo'ladi. Kunda aholiga shaffof, tez, qulay tarzda xizmat ko'rsatishda raqamli texnologiyalar o'z o'rnini egallagan. Shunday yangiliklardan biri bu Adliya Plus ilovasidir. Adliya Plus ilovasi Adliya vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan. Bu fuqarolarga ancha qulayliklar yaratadi. Ya'ni bu Adliya Plus ilovasi orqali fuqarolarimiz qonunchilikdagi yangiliklardan xabardor bo'lishi, huquqiy xizmatlar hamda huquqiy axborot kommunikatsiyalardan foydalanishi hamda davlat xizmatlaridan foydalanishda yo'riqnomalar bilan tanishib chiqish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Fuqarolik holati davlatnomalarini yozish organlarida ham Adliya Plus ilovasi ancha qulayliklar yaratadi. Jumladan tug'ilganlikni qayd etish, nikohdan ajralganlik, o'lim haqida takroriy guvohnomalarni olish imkoniyatlari yaratilgan. Bundan tashqari Adliya Plus ilovasi orqali fuqarolarimiz fiqriyo bo'limiga kelmay turib, uyida turib, masofadan elektron navbat olish imkoniyatiga ham ega bo'ladilar. Bunday yangiliklar fuqarolarimizga nafaqatgina vaqtini, balkim hujjatbozlikni va boshqa noqulayliklarni oldini olishga yordam beradi. Payariq tumani adliya bo'limi xodimlari tomonidan yil boshidan buyon bir qator amaliy ishlar qilinmoqda. Joriy yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yilda qabul qilingan PF 3666 sonli qaror ijrosini ta'minlash maqsadida fuqarolarning 172 ta jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari qabul qilingan bo'lib, shulardan 102 tasi ijobiy sifatida qanoatlantirilgan va 54 nafar fuqarolarga huquqiy tushuntirishlar berilgan. Bundan tashqari 16 nafar murojaatlar tegishliligi bo'yicha boshqa tashkilotlarga yuborilgan. Joriy yilda 2026-yil, ya'ni 6 oy davomida Payariq tuman adliya bo'limi tomonidan 26 ta o'rganish va 8 ta monitoring o'tkazilish natijasida Payariq tuman adliya bo'limi tomonidan turli xil tashkilotlarga 58 ta taqdimnoma va 10 ga yaqin sud qarorlari chiqarish ta'minlandi va 2 nafar fuqaroga intizomiy jazo chorasi ko'rildi. Bundan tashqari 2 nafar fuqaro ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksning turli moddalari bo'yicha javobgarlikka tortilgan. Ilgarilari nogironligi yoki yotoqda bo'lgan fuqarolar hujjat bilan bog'liq masalalarga ancha qiynalishganligi sababli hozirda adliya bo'limi xodimlari ularning xonadonlariga borib, masofaviy xizmat ko'rsatib, keksalarni duosini olishmoqda. Voy, men qarorlarni ko'rib xursand bo'ldim sizlardan. Umrlaringiz uzoq bo'lsin, jonlaringiz sog' bo'lsin. Juda xursand bo'ldim. Mamnunman. Katta rahmat sizlarga. Mana endi shunday uyim to'ldi. Shunday xursandmanki, endi menga mana endi kadastr bo'lsa, menga hozir odamlar qo'rqyapti. Uyni berammi, yo'qmi? Menga ki bir piyola suv qilib qarab turinglar. 24 soatga menga odam kerak. Kelyapti ijtimoiydan, lekin 1 soatga kelib bitta xonamda to'kadi, suvimni beradi, ketadi. Qolgan kunga mana Dilnoza yig'layman, yalinaman. Endi xursandman. Endi shu kadastrni na sizga, na unga, na bunga bersam, kadastrni bersam, hadiya qilsam, keyin menga qaraydi. Suv beradi menga. O'zimni topshiraman. Menga nima kerak? 4 ta kesak annay. Allohim shu yerda kim bo'lsa ham eshigimni ochib yashasin, hadiya qilaman. Onaxona qilgan murojaatlari o'rganilib, egalik hujjatlari bilan bog'liq masalalari hal bo'ldi. Onaxonimiz bizlarga onlayn murojaat qilganida, murojaatini o'rganib chiqib, o'zboshimchalik bilan egallangan oldingi yer uchastkalarini e'tirof etish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi qonuni chiqqan 2024-yil
avgust kuni onaxonimga yordam berish maqsadida mana mahallasiga kelib o'rgandik. O'rganish natijasida haqiqatan onaxon yolg'iz ona ekan. Hujjatlashishda muammo bo'lgani sababli tuman adliya bo'limi xodimlari bilan birgalikda mahalla bilan onaxonga onlayn xizmatlarni qilib, o'sha 937 sonli o'sha O'zbekiston Respublikasi qonuni ijrosini ta'minlab, onaxonga uyni hujjatlashtirishda davlat ro'yxatini o'tkazib berishda amaliy yordam berdik. Onaxon bizdan rozi bo'ldi. Yolg'iz, nogiron, to'shakka mixlangan onaxonni ko'p yillik orzusi ushaldi. Xonadoni hujjatlashtirildi. Bu esa cheksiz xursandchilikka sabab bo'lmoqda. Umrlaringiz uzoq bo'lsin, birlaringizga ming bersin, million bersin. Charchamangizlar. Bizlarni so'rab kelsalaringiz Alloh so'rasin, Alloh panohida asrasin. Jonim meni, hech kimim yo'q deb endi ana qilmayman, o'ylamayman. Sizlar bor menga. Qarashyapsizlar. Bundan buyoqiga umuman o'ylamayman. Amin. Amin. Ijobat bo'lsin. Savob ishni har kim har kuni qilish kerak deyishadi. Guvohi bo'lganingizdek, onaxonni bir necha 10 yillik orzulari bugun ushaldi. O'z murojaat TV Chingiz Noqul Rustam Samarqand.